Assalomu alaykum akalar. T40 traktorimiz sotilmoqda. Traktorimizga yangi motor qilingan. Atmetkadan chiqqan apparat plunger ham yo'q qilingan. Kompressorlari, enshlari qo'yilgan, T-nikidan moslangan. Rollar gidravlika dozatorlari yangi qo'yilgan. Rolda muammo yo'q. Bu traktorimiz mashg'ulodiganga moslangan. Asosan orqaga qarab o'rilgani uchun dozatorini boltga kali qilib orqaga qatadigan qilib moslangan. Buni orqaga olib muxta ruchnoy gaz orqaga moslangan. Bu karchopkamiz 90 ga uradi. 90 da o'zida. Traktorimiz shotini balonda aylantirib 90 da o'rilgan. Zadniy moz korobkalarimiz ochilmagan, kulish tegmagan. Xudo xohlasa. Motor yangi bo'lgan. Moy yemaydi, oyoqqan joylari yo'q. Orqa balonlarimiz 70-80% ko'rib turibsizlar. Diska shu zavodskiy diskada. Diskani o'zi ham mikrovka bo'ladi. Ichkarida plansi bor, keyin diskani o'zining zavodskiy joyi bor, o'zgaradigan. Ashyidan ham qilinsa bo'ladi. Orqaga yurish hisobiga bak olinganda oldiga qo'yilgan, Isuzu bak qo'yilgan. O'zining baklari bor. Hamma narsasi joyida, olingan narsalari. Bunda beda ham urilsa bo'ladi, moslanib. O'shanga moslangan o'zi asosan. Orqadagi hamma narsasi bor, baklari, narsalari. Bu boshqarilgani uchun olib tashlangan. Hamma narsasi joyida. Qishloq xo'jaliklari hamma yo'g'i cho'tki ishlaydi. Perida karzinka ham yo'g'i yangi qo'yilgan. Qishloq xo'jalikniki ham abdelli, ular ham yangi qo'yilgan. Tormoz lenta chap tomoni ochilgan, portovoyi. O'shanga lenta qo'yilgan xolos. Boshqa joyiga kulish tegmagan. Ko'rishlaring mumkin portovoylarda. Portovoylar bo'shamaydi. Holat yaxshi traktorimizda. Karchopkamiz turish holati. Umuman bateriya qilmaydi. 90 ga karchopkamiz 76-80-90 ga uradigan qilib moslaganmiz. Undan ham bor. Kimga kerak bo'lsa, undan ham u ham sotilaveradi, bu ham sotiladi. Bu asosan mana shu traktorda yurgani uchun shunga ulab sotilyapti. Akkumulyator starter yangi qo'yilgan. Xitoy starterlarda dinamolari yaxshi. Kabinkamiz ichki holatlari. Raspliter yaxshi, raspliter. Atkaz qilmaydi. Yo'q, qo'ymaydi.